2025-yilda kvartira remonti qanchaga tushadi? Buni biz mana shu videoda batafsil ma'lumot beramiz. Assalomu alaykum. Hozir biz Farg'onadagi bitgan obyektimizda turibmiz. Bu videoda batafsil foydali ma'lumotlar beramiz. Videoni oxirigacha ko'ring, juda ham foydali bo'ladi. Bu obyektimizda kirish qismimizda juda ham foydali reja qilganmiz, ya'niki prixoja mebel joylashtirganmiz. Prixoja mebeli tepa qism va pastki qismdan iborat. Pastki qismda oyoq kiyimlar, tepa qismda kiyimlarni joylashtirishimiz mumkin. Bu yoqda qo'shimcha narsalar joylashtirishimiz mumkin. Albatta, bu polkalarni juda ham foydali, chunki siz ishga ketayotganingizda yoki ishdan kelayotganingizda shu yoqqa kartlarni qo'yishingiz mumkin, kerak narsangizni qo'yib qo'yishingiz mumkin va chiqib ketayotganingizda olib chiqib ketasiz. Uy remontini boshlaganingizda birinchi bo'lib kelib elektrik boshingizni og'ritadigan joyi elektrni, shitlarini, avtomatlarni, tochkalarini qatga qo'yay deydi. Mana hozir biz mana shu eshikni tepasiga joylashtirib ketganmiz. Hozir mana shu chiroyli shkafchamiz ham reglimizni ham yopyapti, ham bu yoqda avtomat shitlarimiz joylashyapti. Mana ahamiyat qiladigan bo'lsangiz, ham foydalanishga ham qulay. Demak, bu obyektimizda yana bitta alohida ahamiyat qiladigan joyi katta toshoyna joylashtirganmiz. Holda katta toshoyna rejalashtirishning eng yaxshi foydali tarafi, siz ishdan kelayotganingizda yoki ishga chiqib ketayotganingizda katta toshoynaga qarab kayfiyatingizni ko'tarib olishingiz mumkin. Juda ham chiroyli ko'rinadi. Xo'p. Bu yerda katta zal bizni kutib oladi. Ko'rishingiz mumkin. Katta zal. Ahamiyat qilsanglar, bu yerda bizni TV zonamiz. TV zonamizni ikki chetini shkaflar bilan to'ldirganmiz. Bu yerda oynali polkalarimiz, o'zingiz aksessuarlaringizni qo'yishingiz mumkin. Bu yerda pad TV joylashtirganmiz. Bu yerga PlayStation, har xil subwooferlar joylashtirishingiz mumkin. O'zingizni ehtiyojingizga qarab. Bu mehmonxonada bo'lish kerak bo'lgan narsalar, bu mehmonxona sifatida foydalaniladi. Ya'niki mehmonxonada albatta mana shunaqa shkaf bo'lishi kerak. Chunki mehmonlar kelganida siz mehmonlarga tuzadigan narsalar shu joyda joylashadi. Shuni olib qo'yib berishingiz mumkin yoki tarelkalar nariga foydalangandan keyin, shuni olib chiqib ketgandan keyin tarelkani kutib qolmaydi-da, shu yerdan tarelkani olasiz, qo'yib berasiz, mehmonlaringiz ham xursand bo'ladi. Demak, bu yoqda yana bitta narsa, agar siz interyeringizni chiroyli ko'rsatmoqchi bo'lsangiz, podsetkalardan foydalanishingiz kerak. Mana ahamiyat qiling mana. Ayniqsa mana bunaqa novot rangli podsetkadan foydalanish kerak. Mana pardada juda ham o'zini chiroyli tutyapti. Konditsioner joylashuviga ham ham berib qo'yasiz. Konditsioner joylashuvi bo'yicha foydali ma'lumot. Albatta konditsionerning atrofida shunaqa joylar qolishi kerak, chunki konditsionerning vazifasi tepadan havoni olib, pastdan sovutib chiqaradi. Shu narsaga ahamiyat qilish kerak. Va yana bitta ahamiyat qiladigan joyi, misol divanda o'tirdingiz, TV ko'rib o'tiribsiz yoki kitob o'qib o'tiribsiz, telefoningizni zaryad olishi kerak va yoningizda turishi kerak doim. Siz mana shu narsadan foydalanasiz, zaryadkani qo'yasiz va telefoningiz yoningizda turadi. Shu narsaga ahamiyat qilib qo'ying. Yana alohida ahamiyat qiladigan joyi, har bitta xonada albatta mana shu 30 santimetrlik, 40 santimetrlik joylashuvda rozetka bo'lishi kerak. Bu plisoslar uchun alohida rozetka hisoblanadi. Juda ham foydali bo'ladi. Hovlida ko'rishingiz mumkin, imkon qadar yorug'roq rangdan foydalanganmiz va kengroq ko'rsatishga harakat qilganmiz va mana bu eshiklarni xuddi hol elementlariga o'xshab ko'rinadi. Xo'p, aytgancha, aytishdan chiqibdi. Bu remontimizda stili neoklassika deyiladi. Shu joyda foydali ma'lumot, agar siz interyerda, misol remontda mana bunaqa moldinglar, mana bunaqa ramkalar, mana shunaqa narsalar, mana bunaqa karnizlar ko'radigan bo'lsangiz, bu neoklassika uslubi bo'ladi. Ahamiyat qiladigan bo'lsangiz, mana bolalar xonasiga kiramiz. Bolalar xonasida ikkita yotog'imiz joylashgan va o'rtada dars stoli joylashgan. Har bitta foydalanuvchi uchun alohida shkaflar rejalashtirib berganmiz. Tepada yana misol mana bunaqa shkaflar joylashishi bu doimiy foydalanish uchun emas, ba'zan misol qo'shimcha saqlash zonalari vazifasini bajaradi. Keyingi xonamiz kattalar spalnyasi bo'ladi. Mana ahamiyat qilsanglar, bu yerda shunaqa narsa rejalashtirilganki, mana hozir tor joydan qanday unumli foydalanish bo'yicha ajoyib maslahatimiz bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu yerda divanimiz joylashgan. Divanimiz bir tarafida tumba joylashtirganmiz, ikkinchi tarafiga pardoz stolini joylab berganmiz. Pardoz stolini oyna yoniga joylashtirganmiz. Albatta, oyna yoniga joylashtirsangiz, tabiiy yorug'lik hisobiga ancha elektr tokidan ham tejab qolasiz. Bu yerda ikki qanotli shkafimiz joylashgan. Bu yerda qo'shimcha tortmalarimiz, bu yerda qo'shimcha polkalarimiz va qo'shimcha saqlash zonalarimiz ham bor. Albatta, siz remontni 2025-yilda qilasizmi, qaysi yilda qilsangiz ham shkaf rejalashtirayotganingizda patologgacha rejalashtirib keting, shunda interyeringiz chiroyli va zamonaviy ko'rinadi. Bu yotoqxonamizda yana bitta foydali jihati, ichki sanuzol joylashgan.
Xuddi bu master spalniyaga o'xshab o'zini tutadi. Ahamiyat siz garderobniy shkafi ham kattagina, bu yoqda ichki sanuzlimiz ham bor. Dush, unitaz hammasi joyida. Bu yotoqxonamizda yana bitta foydali jihati, ahamiyat qilsanglar, saqlash zonalarini ko'paytirib berganmiz. Qo'shimcha shkaflar, qo'shimcha polkalar. Imkon qadar kvartirada mana shunaqa zonalar ko'proq qilish kerak, chunki kvartirada baribir podval degan narsa yo'q bo'ladi. O'zbekni narsalari ko'p bo'ladi, saqlash zonalari qancha ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi. Keyingi xonamiz ayollarning sevimli xonasi, ya'ni ofis bo'lgan oshxonaga tashrif buyuramiz. Ko'rishinglar mumkin, bu yoqda oshxonani shunday rejalashtirganmizki, mana birinchi o'rinda oshxona bo'yicha foydali ma'lumot. Kirishingizda xolodilnik, muzlatgich joylashish kerak bo'ladi. Undan keyin mana duxovkani joylashtirishingiz mumkin. Bu yoqda mikrovolnovka o'rni. Endi o'rnatamiz bu narsani. Bu yoqda ko'rishlar mumkin. Duxovkadan yoki xolodilnikdan olsangiz, bu yoqda bo'sh zona bo'lishi kerak albatta. Oshxona rejalashtirish bo'yicha foydali ma'lumot. Bu yoqda yuvish zonamiz. Bu yoqda yana foydali zona bo'lishi kerak, ya'niki taxtakachda to'g'rash mumkin bo'lgan, ovqat tayyorlash mumkin bo'lgan zona bo'lishi kerak. Bu yoqda mana gaz joylashadi. Mana gazimiz ham imkon qadar gazda ham 80-75 razmer qoldirishingiz kerak bo'ladi. Shunda kattagina chiroyli gaz plita sotib olishga imkoningiz bo'ladi. Bu yoqda vitishkamiz joylashgan, bu yoqda va qo'shimcha mana bu joyda shaxtamiz joylashgan. Buni biz ham misol shvabralar, boshqalar qo'yish uchun alohida shkaf sifatida foydalanganmiz, yopib olmaganmiz. Mana alohida ahamiyat qiladigan joyi bu yoqda nima joylashgan deb o'ylaysiz? Kommentariy javoblarni yozishingiz mumkin. Biz bu yoqqa yozib oldingizmi? Biz bu yoqqa двухконтурный kotyollar joylashtirganmiz. Mana shu joyda polniy isitish sistemamiz joylashgan. Pasti, tepasi. Oshxonada yoritish sistemani alohida o'ylash kerak, chunki ayollar oshxonada ko'proq vaqtini sarflaydi. O'sha payti agar yorug'lik yetarli bo'ladigan bo'lsa, kamroq asabiylashadi va buni ancha foydali taraflari bor. Mana hayot qiladigan bo'lsangiz, foydalanish zonasida mana bu joyda podsetka joylashtirib ketganmiz. Bu narsa har bitta obyektimizda bo'lishi kerak bo'lgan narsa. Va siz ham har bitta obyektingizga, misol kuxnyangiz bo'ladigan bo'lsa, albatta rejalashtirib keting. Mana shu joyda foydalanayotganda mana shu yorug'likdan foydalanadi. Hozir nimaga yoqib ko'rsatmayapsiz deyishingiz mumkin. Elektriklarimiz ulab ketmagandan keyin ertaga ulab berishadi, lekin bu videoda hozir ko'rinmayapti. Ana hayrat qiladigan bo'lsangiz, biz oshxonaga ham podsetka rejalashtirib ketganmiz. Bu narsani siz qilishingizni ham tavsiya qilamiz. Bu nima uchun kerak? Masalan, bitta narsani tushuntiraman. Ayollar uchun alohida zona kerak bo'ladi. Bu alohida zona oshxona vazifasini bajaradi. Ular nima qiladi? Sizni ishga jo'natadi, bolalarni bog'chaga jo'natadi, o'zi xotirjam oson eshikni yopadida, xotirjam o'ziga mana shu joyda stolimizni rejalashtirgan, uni mebelchilarimiz endi olib beradi. Stolga o'tiradi, kofe tayyorlaydi o'ziga, podsetkani o'zini yoqadi-da, bunday xotirjam bir o'ziga relaks musiqa qo'yish mumkin, Qur'on oyatlarini qo'yib qo'yish mumkin-da. O'sha narsani eshitib, kofe ichib, o'ziga bir dam berish vazifasini bajaradi. Shu joyda sizga ajoyib tavsiya beramiz. Agar siz remontingizni arzonroqqa va tezroqqa bitirmoqchi bo'lsangiz, eshik razmerlarini 90 ga 2.10 ga oling. Shunda siz eshiklarni osonroq topasiz va arzonroq topasiz, ishingiz ham tezroq bitadi. Bu keyingi xonamiz umumiy sanuzolimiz. Umumiy sanuzolda ahamiyat beradigan joyi, misol vanna qo'yasizmi, dush qo'yasizmi, birinchi o'rinda mana shu polkalarga ahamiyat qiling. Mana shu polkalar bo'lishi kerak. Nimaga? Chunki shampun qo'yasiz, har xil parfyumeriya mahsulotlarini qo'yasiz. Misol dush qilayotganingizda bu yoqdan bu narsani olib, bu yoqdan olish noqulay bo'ladi. Albatta mana shu polkalar bo'lishi kerak. Va yana bitta foydali jihati, vannada tagida mana shunaqa zona bo'lishi kerak. Nimaga? Misol ayollar farzandlarini cho'miltirayotgan payti yoki vannadan foydalanish payti mana shunaqa vannaga yaqinroq kelish imkoniyati bo'ladi. Hozir zamonaviy interyerlarda, sanuzollarda installyatsiyali unitazlar rejalashtirib ketyapti. Mana ko'rishingiz mumkin. Buni tepasi ko'pincha ochiq qolyapti, lekin ko'pchilik bundan уже foydalanishni boshladi. Ya'ni tepasiga mana shunaqa shkaf joylashtirishingiz mumkin. Bu shkafda misol mana shu hammomdan foydalanishingiz mumkin bo'lgan parfyumeriya mahsulotlari, har xil narsalar turishi mumkin bo'ladi. Umumiy sanuzol remontida shu narsani hisobga olib ketish kerak. Bu narsa boshida hisobga olinadi, chunki elektrik kelganda qatga rozetka tochkalar ajratib ketadi. Mana shu joyga rozetka tochka kerak bo'ladi, chunki siz soqol olayotganingizda mashinka qo'yishingiz mumkin, ayollar fen qo'yishi mumkin, fen olib quritib shu joydan foydalanishadi. Bu narsa fen qo'yadi, o'zini har xil sochini turmaydigan narsalar qo'yadi, foydali bo'ladi. Albatta shu narsani yodda tuting.
Endi videomiz asosiy joyiga yetib keldik. Mana hozir hamma xonadonlar ko'rib chiqdinglar. O'zlaringiz fikr bilan yozinglar, qanaqa chiqqan, ma'qul keldimi yoki qaysi joyga sizlar qanaqa ideyalar qo'shishingiz mumkin edi. Shu narsani yozinglar, bizga ham kerak bo'ladi. Bizdan foydalanamiz. Agar siz remont, qurilish ishlari bilan shug'ullanadigan bo'lsangiz, bizni kanalimizga kuzatib boring. Juda ham foydali ma'lumotlar berib boramiz. Endi sizga mana shu obyektimizda qancha vaqtda remont qildik va qancha pul sarflaganimizni aytamiz. Demak, bu obyektimiz remontiga biz 3 oy vaqt sarfladik. Mebel, texnika, hamma narsani olib kirish uchun hammasiga o'rtacha 40 ming dollar sarfladik. Nima deysiz? Bu qimmatga tushganmi yoki arzonmi? Agar siz 40 mingga remont qilgan bo'ladigan bo'lsangiz, qanaqa remont qilardingiz? Shu narsani yozib keting.